Bu Lucky Block'ning 3-chi qismi. Men o'zimni ko'rsatish uchun erindim. Shuning uchun mazza qilib tomosha qiling. 2-chi qismi demoqchi edim. 3-chi deyman, ha. 3-chi deyman. 2-chi qismi demoqchi edim. Xullas, biz undan boshladik. Men bittadan tekshirib olishim. Bizga hozir temir kerak. Temir qayerda bo'ladi? Anvilda. Biz mana bu tuvakdan anvilga o'tishimiz mumkin. Mana bu tuvakka tushish joyi. Men o'tganimda anvilga sizlarga qo'ng'iroq qilaman. Mana men tuvakdan o'tdim. Endi anvilga kelyapman. Keyin uni kitobga borib kelaylik. Yur bo'la. Kitobdachi menimcha kutubxona bo'ladi. Aniq ayta olaman. Biz mana anvilga keldik. Ichini nima bo'ladi? Anvil aldoqchi. Ichida bor ekan. Anvillar bor ekan ichida. Anvilda doim edi. Albatta anvil bo'ladi. Uni klikagilashim. Qo'ylashim kuchli ekan. Voy. Men anvildagi yashirin joyni topdim. Anvil o'z yashirin joyi bor ekan. Hech balo. 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 Hech bo'lsa hech. Men keng sandiqda ham yashirin joy bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa pechkalar bor-ku, to'g'rimi? Pechkalarni ipining ignasiga so'rib oladi. Asab buzarli. Qayerdan kirgandim men? Tepadan. Albatta. Mendan ko'rdim. Hech bo'lmasa ko'mirimiz 2-3 kunni bo'ladi. Ona kutubxonaga boramiz, Anvilda. Bizga hozir nima kerak? Topinglar-chi do'stlar. Bizga loyiqasi o'zim sizlarga qo'ng'iroqqa tushaman. Xo'p. Do'stlar, biz hozir shu Tintiga borib ko'rishimiz kerak. Men ana fikrimdan qaytdim. Mashinadan o'tamiz kutubxonaga. Xo'p, olg'a, let's. Xo'p, endi biz mana shu yerdamiz. Nima edi nomi? Tintidamiz. Muqatdan keldim. Kayfda shunani bo'lish. Maza. Endi biz shuni bilan yuramiz, qumqazib o'tirmaymiz. Yahu, voydod. 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 Ko'rdinglarmi heng tezligimi? B15 lagini deb yozib qoldiringlar kommentariyada korotchi. Nafas yo'q. Boshim tez buzilar, mazza. 5-6 sta bo'lib ketdi. Hoppa. Endi mana temirchani qaziymiz. Mana jonim, mana meni shakarim. Sen qo'ysa tushib ketadi. Tintida anaqa temir bo'lishi mana omadcham. Men bunda birinchi ichida bo'larmikin debman. Ichida ancha tinti. Yana hozir yana buzib yubordim. To'rtta temir bo'lak bizga. Ukamizmi? Aytdim sizlarga.
Mana bo'ldi. Bitta kerkasanim bo'ldi, shu yetadi. Chunki biz nimaga boramiz? Olmosga. Let's go. Men olmosga yetib borganimda o'zim sizlarga murojaat qilaman. Biz toshdagi olmoslarni ham o'g'irlab, o'zimizga bitta olmosli qilich yasadik. Uriyaman, qanchalar yo'qmi? Endi esa biz yarim olmosga boramiz. Buni o'zim sizlarga shaxsan o'zim qanday borishimni ko'rsataman. Shaxsan kaminayu kamtarin hen bola. Tripper yuzimga sho'rini. Tripperni ruh meni ta'qib qilyapti. Chunki men zo'rman. Nima? Hozir. Mana qilmalikda olmosga tintini bittasini qo'yishimga. Почти с неба хороший ты мою, почти с неба хороший ты мою, как на свет не лес густой, а подай и брызги вдоль про него и про любовь. Матушка земля, белая лаюзинка. Ikkinchi olmos blok. Maki. Ajirnim. Assalim. Tepalarda ham bor ekan mana asalim. Mana jonim, mana shakarim tepalarda ham bor ekan. Wow. Zo'r joy ekan-a? Bu yerda bo'lib. Men shu yerda parkurchining mahoratimni ishlataman. Voch, ko'rdingmi parkurchining mahorati? Voch. Parkurchining mahorati. Mana qo'ysam portlaydi. Qo'lim yetmaydi. Men bilaman-da chunki. Parkurchining mahorati. Menga ham parkur yoqmaydi, qishloqqa akaga ham yoqmaydi. Shuning uchun sekin o'tamiz-da. Mening olmoslarim faqatgina meniki, boshqa hech kimniki emas. Xudoga shukrlar agar tushib ketmadi. Endi esa keyingi blokka boramiz. Parkurchilik mahorati. Parkurchilik mahorati. Men yomg'ir quymoqchiman. Endi o'zingdan ko'r. Ey, nima? Men bilan hazillashyaptimi? Nima yomg'irchi? Nima bu? Har bir blokda ko'mir bor. Nimaga do'stlar? Azizlar, obunachilar. O'zing meni ham reklama qilish kerak. Nubga kimga aytay? Artefaktga aytaymi? Qishloqqa aytaymi? Baxga aytaymi? Xo'p, biz hozir anavi kutubxonaga boramiz. Borganimizda o'zim sizlarga murojaat qilaman. Xo'p, biz aytmoqchi yana bitta dahshat Minecraft bor. Uning ismi Dice Minecraft. Ashunday bosinglar chiqadi. Unga obuna hamda podpishka tugmasini bosib qo'ysangiz, meni ham birdek ko'nglim ko'tarilgan bo'lardi. Shuning uchun meni ham videoyimga like hamda podpishka tugmachasini bosib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Agar birinchi qismida ham reklama qilganman, eshitmaganlar uchun. Shuning uchun unga ham obuna qiling. Biz toshdan chiqdik, u yerda tindik. Endi kitobga boramiz. Mana biz mana shu kutubxonaga, yaramas kutubxonaga keldik. Mana bu tezroq bo'lar. Bundan aqlli. Kutib turganmidi bu meni? Men o'zimdan ko'rdim-ku. Yaramas. Iplos. Men sizlarga aytayim. Molga meni olibdi bu iplos. Nima mendan qochyapti?
Ikkinchisiga minib ketdi. Plus. Men asamni buzdim. Anaqani bolasi. Zombini bolasi. Haqiqiy cho't ekan. Uchi vashim qiyin ekan. Bu yerda yana cho'tlar bormikan? Iplos, ashi iplosni deb mollarimni o'ldirdim a. Sen qo'ysam tushib ketardim. Endi qudrati. Tushib ketdim. Hozir. Mana eslaman kevolgan indirjemchikni biratam chitdan yozib berdi. Asam buzib. Hop. Qansa? O'chot. Mana ekan. Mana. Na. Esimdan yo'q, esimdan. Boshim qiyin ekan shunaqa o'ynash. Mendachi mana qilish o'rganib qo'yganman-da men. Shuning uchun jichcha moslash qiyin bo'ladi. Cho'tlar, qayerdasanlar? Cho't ekanlar. Cho't opa, cho't xola. Cho't brat. Mana qilsa turadi aytmoqchi. Cho't. Qalaysan? Bir-biriga urushyapti. Nima ezilmayapti? Aytmoqchi. Nima, ana 2 soatda men berib o'tyaptim mana uni. Wow. Rahmat shkilet. Seni qarzdorman, boqqimsan. O'ldirdi. Nima qilishni aytaymi? Mana uni buzish kerak. Endi bular chiqolmaydi oldin. Do'stlar, parfumchilik mahorati. Ko'rdinglarmi? Ko'rmagan bo'lsanglar xafa bo'ldim. Iplos, yana bitta cho't bor ekan. Ot. Men cho'tlarni ajalimi? Endi men va'dam ustida tura olmadim. Men sizlarga anaqa O'zbekiston bayrog'ini yasashni va'da qilgan edim, ammo bo'lmadi. Chunki vaqtim yetmadi, do'stlar. Endi men ham tushuninglar endi. Shuning uchun yaxshi qolinglar. Men nima qilmoqchiman aytayim. O'tga qo'yilibdi. Men hozir o'zim o'ldiraman. Shunaqa qilib video tugatishni sevaman men. Hop. Portlaymiz. Video tugadi.